Jo'xa, senda ham kun zerikarli o'tyaptimi? Yo'q, unchalik emas. Mazza ishlarim bor, o'sha ishlarimni qilaman. Zerikish bilinmaydi menga. Bizga vafsh zerikarli tuyulyapti. Biror nima o'ynamaymizmi? Nima narsa o'ynashimiz mumkin? Bilmadim, endi birorta o'yin o'ylab topish kerak. Mayli, unda sizlar o'yin o'ylab turinglar. Men borib shuni ishlarni qilib kelay, keyin o'ynaymiz, xo'pmi? Mayli, men ketdim, o'ylab kelaman. Sen o'ylab kelayotganga emas, ishlab kelayotganga o'xshaysan-ku. Ha, bo'ldi, ishlarni qilib olay, keyin o'ylaymiz. Unda sen o'ylab o'tir, xo'pmi? Mayli, o'ylab topaman, keyin ishingni qilib tezroq. Bo'pti, kelaman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va men yangi videoda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Albatta videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu men uchun juda ham muhim. Albatta videoni oxiriga ko'ringlar, chunki oxiriga ko'ringlar, gapni qaranglar. Oxirigacha ko'ringlar, chunki biz GTA bilan birorta o'yin o'ynamoqchimiz va men yangi mashina xarid qildim. Ya'ni to'g'ri arendaga oldim, o'zi doim arendaga olaman, bilasizlarmi? Mashina sotib olishga pul qayerdan olaman? Вообще-то pul yo'q-ku, qayerdan olsam bo'laman? Lamborghini degan mashinadan sotib oldim. Bu yerda logotip unchalik ko'rinmagan, atak salonda ichi вообще takoy. Mana rulda haqiqiy belgisi turibdi. Bu yerda salon juda ham chiroyli, avtomat korobka, bu yerda zaryad miqdorini ko'rsatadi. Mana bu qora narsalar nimaligiga o'zim ham tushunman, balki rasmdir, qanaqadir. Lekin juda ham zo'r mashina ekan, menga yoqdi. Tez yuradigan mashina. Bunga garaj qurishim kerak va atak bugun garajdan ham muhimroq ishim bor. Xo'sh, o'sha ishlarimni qilib bo'lib turib, keyin garaj qurmoqchi bo'lsam, qursam ham bo'laveradi. Nima endi o'sha zarur ishing Jo'xa desanglar agar, mana bu poluzni ko'ryapsizlarmi? O'tgan marta mana shuni remont qilgandim, esingizda bo'lsa agar. Yo, eslay olmayapsizlarmi? O'shani yana buzib ketishibdi, dabdalasini chiqarib. Endi kattaroq qilib, cho'tki qilib qilaman, qarashda. Zo'r qilib remont qilaman. Atak normal bo'laman. Polzni go'zalaytirma, men seni ko'ryapman. Qarab turibsan-a polzimga. Mayli, nichivo, qarab o'tirar. O'zi bitta qorovul kerak bo'lib turganda, bitta kira olmaydi, chunki atrofini zabor bilan o'rab qo'yibman, ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi himoya tizimidan kirgan jetel haqiqiy hacker jetel bo'ladi. Keyin bizga kerak bo'ladigan narsalar olamiz, ekadigan narsalar mayli keyingi bo'lib ketsa ham bo'ladi. Hozir esa xo'sh, yaxshi, hammasi zo'r, hammasi kattalashtiramiz. Birinchi o'rinda daraxt olib kelish kerak. Daraxtni qayerdan olib kelsam bo'ladi? Mana bu tomondagi o'rmonda yaxshi daraxtlar bor edi, adashmasam. O'sha tomondan tezroq borib olib kelamiz. Atak sekinroq borib tezroq daraxtlar sindirib olib kelsam ham bo'ladi, lekin tezroq borish kerak. Chunki tezroq yursam, vaqt tezroq o'tadi, hammasi zo'r bo'ladi. Xo'sh, uzoqroqda olib kelish kerak. Qishloqda yoki qishloq вообще ko'p gapirishimda xatolik bo'lyapti. Qishloq yaqinidagi daraxtlar oladigan bo'lsam, ekologiyamizga ta'sir qiladi. Kislorod kamayadi, nafas olib bo'lmay qoladi. Buni tushuninglar sizlar. Chunki o'z ko'ryapsizlarmi, axborotdan kuzatyapsizlarmi, shaharlarimiz chang bo'lib ketyapti. Bu hammasi ekologiyani asramayotganimizdan bo'lyapti. Yana sizlar nima sababdan bo'layotgan deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Lekin bu siyosatga aralashib qoladi-yu, atak biz siyosatga aralashmasligimiz kerak. O'zingizlarda nima gaplar? O'zingizlardan so'rasak, nima ishlar bilan bandsizlar? Maktablarga boryapsizlarmi? O'rmonga chiqib ketdim. Aytgancha bormaysizlar, hali kanikul tugagandan keyin boryapsizlarmi? Hali kanikul tugagan yo'q-ku. Mayli, qachondir borasizlar-ku. O'sha nima gaplar bo'ladi? Baholar qanaqa maktabda? Hammasi zo'rmi? Shunaqa sizlar ham kommentariyaga nimalar yozinglar. Faqat men gapirishim shartmi? Faqat men gapirib og'izlarim og'rib, tillarim qurib ketdi bor-ku. O'shaning uchun tilim qursin degan kinoni ko'ryapman. Zo'r kino ekan, lekin rostdan men ham tilim quriganda. Xo'sh, mayli, sizlarga ko'p gapirsam, sizlarga video qiziq bo'ladi. O'shaning uchun ko'p gaplarni o'ylab topyapman o'zimdan. Qanaqa gap gapirsam bo'ladi yana? Kim qanaqa gaplarni biladi? Men nima desam sizlarga qiziq bo'ladi. Shuni ham yozib qoldiringlar kommentariyaga. Men uchun juda ham muhim-da endi bu narsalar. Endi sizlar uchun muhim emasdir, lekin men uchun juda ham muhim. Xo'sh, bu tomonni biroz kattalashtirib o'rmasak, sig'maydi bu yerda cho'ta. Bu qishloqlar men bilan qanday o'yin o'ynayman deyapti. Endi nima o'yin o'ynaydi, unisini hali o'ylab topganimiz yo'q. Menimcha shu yo qo'llashmachoq o'ynaymiz, yo berkinmachoq o'ynaymiz, yoki qanday yana machoq o'yinlar bor. O'sha machoq o'yinlarni o'ynaymiz. Lekin pachoq o'yin o'ynamaymiz, chunki GTAlar o'zi pachoq bo'lib yotibdi. O'yin o'ynab yana pachoq bo'lishi shart emas. Ular men pachoq qilib qo'ysam keyin yig'lab yuradi, borib merga aytib beradi. Janob mer, Jo'xa bizniga urdi yoki nimadir qildi, qarochi, xullas yomonlaydi borib merga. Bizga 3 ta blok kerak, atak yetadi 3 ta bilan bu yerda hal qilib olamiz. Ketmonim ham olib kelmayapman, qaranglar. Mayli, hozir borib suv olib kelay. Ko'ldan olib kelish kerak. Mana bu yerda ko'l bor edi, mana o'sha ko'l. Bitta chelakka necha res kelib ketaman, qaranglar. Bir
kamida 4 reyslar kelib ketsam kerak, mayli. Ishdan qochmaslik kerak, chunki ishdan qochsanglar sizlar dangasa bo'lib qolasiz. Dangasa odam yomon odam degani. Xo'sh, bitta olib keldim, yana 3 ta olib kelish kerak. Tez. Okay. Sizlar menga qanaqa maslahat berasizlar? Mana shunaqangi 4 reysga borib o'tirmasdan turib, bittada qanday qilib olib kelib qo'ysam bo'ladi hammasi uni. Uni iloji yo'q. U uchun menga kran o'rnatishim kerakmi, nimadir qilishim kerak bu yerda. Suv tizmasini o'rnatib chiqish kerakmi? Kanalizatsiya qilish kerakmi? Endi unisini elektrotexnikaga tushunadiganlar tushunadi, tushunmaganlar tushunmaydi. Tushunsangiz kommentariyga tushunaman deb yozinglar. Tak oxirgisi yana bitta olib boraylik, yetadi menimcha. Lekin yetmay qolsa dabdala bor, lekin baribir kelmayman. Yetsa yetmasa kelmayman. Bitta ikkita yetmay qoldi. Aytdim-ku, bormayman deganimdan keyin bormayman. Tak atrofini zaborlashtirish kerak, bo'lmasa qishloqlar kelib egallab oladi. Mayli, hozircha zaborni yetarlicha qilishim uchun menda 9 ta daraxt bor. 9 ta daraxtdan nechta yasak bo'lar ekan? Tak yarmini olamizda, yarmini olamizda cho'pga aylantiramiz. Bizga nechta 16 ta cho'p berar ekan. Xo'sh, 16 ta cho'p shuni 2 ga bo'lib qo'yamiz-da. Bu yog'ini 20 ta qilib turib, 20 tani yarmini olib turib bu yerga, yarmini olib turib bu yerga. Atok 20 bitta. Chotki, 20 bitta ham ko'p-ku. Tak ekiladigan narsalarni ham birdaniga olib boray, o'sha yoqqa ekib qo'yaman. Tak inventarim to'lib ketdi. Mayli, to'lgani yaxshi, tezroq ishim bitadi. Tezroq hammasini birdaniga qilib tashlayman. Menga ana shunisi qulay. 20 bitta zabor adashmasam bir tomon va yana bir tomon, ikkita tomonga yetsak kerak. Xo'sh, okey. Xo'p, okey. Yana qayerdan ferma qursam bo'ladi? Ya'ni polus yozib qoldiringlar. Mana qishloqni qaranglar. Qishloqda faqat bitta joy ochiq joy bor. O'rmonda-chi, o'rmon ichida lekin daraxt ko'p. Daraxt bor joyda ekib bo'lmaydi. Bu tomonga polnosti sabzi eksammikan? Yo'q. O'zi sabzim tugab qoldi. Yetadigancha ekar ekanman. Undan ortiq ekib ham bo'lmaydi-da. Tak kartoshkalarimni ham yetadigancha joyiga ekaman. 7 tagina bug'doy bor ekan. Bug'doy menimcha yetmaydi-yu. Obbo, mayli, hozir mana o'to'lanlar titib turib bug'doy olsam bo'ladi. Tak ikkita berdik. Omadliman, ko'ryapsizlarmi? Ikkita titdim, izmaysiz, ikkitadan ikkita urug' chiqdi. Bu juda ham zo'r omad deb ataladi. Tak, yana tezroq ber, urug' ber. Ha, 3 ta bo'ldi. 3 ta yetmaydi-yu, 5 ta kerak menga. Xo'sh, yana ikkita bitta, yana bitta davay. Bo'ldi, normal. Rahmat haddi shu yerdagi o'simliklar sizlarga. Taksilar tufayli mana bu yerni tugatdim. Dahshat. Ana endi zabor qo'yaman va borib ana endi qishloqlar bilan quvlashmachoqni bostirsam bo'ladi. Tak, okey. 20 bitta qayergacha kelar ekan? 8 ta qoldi. Yo'q, bir tomondan oshib qolar ekan-ku. Men o'ylagandim faqat bir tomon, yana ortiqcha bir tomon. 1,5 tomon bitadi deb o'yladim, lekin yana bir 6-7 ta bilan full to'lar ekan. Mayli, hozir borib endi jetalar bilan quvlashmachoqni o'ynaymiz. Tak, men birinchi yashinsam kerak. Topib oladimmi, topib olmaydimmi bilmadim. Tak, xo'sh. Kim birinchi topishini hozir aniqlashtiramiz. Dondonjikka o'ynaymizmi, nimadir qilamiz. Xo'p, faqat bug'doy qoldi menda. Endi sog'lig'im ko'payadi. Orqadagi fermadan ham soliq berishim kerak. Hoji yetel, o'ylab topdingmi o'yinni? Ha, berkamacha o'ynar ekanmiz. Yaxshi o'ylabsan. Davaydi, kim birinchi yashirinadi? Qolganlarim o'ynaydimi? Qolganlarni bilmadim, ikkalamiz o'ynab turaylik. Yo'q, qolganlarim o'ynamasa o'ynamayman. Mayli, undan birinchi men qidiraman. Sen qoch, yashirinib qol, yashirin. Keyin men izlayman seni. Bo'ldi, unda men ketdim. Qara, faqat ko'zingni ochib qo'ylash bo'lmasin, xo'pmi? Bo'ldi, gap yo'q. Yashirin, tezroq yashirin, xo'pmi? Bo'lmasa men seni ko'rib qolib turib, shagobat chiqib olaman. Davay, men mana shu yerdan pana joyda sanayman. Bo'pti, sana, qarama. Qaramayapman, yashirin tezroq. Bo'ldi, men yashirishga ketyapman. Tak, qayerda yashirinsam ekan? Qayerda yashirinsam bo'ladi? Men qara, qishloqlar shu yerda yashirinsam aytmaysanlarmi? Ana qishloqqa kelsa? Yo'q, aytmaymiz. Bo'ldi, aytmalaringda. Xo'p. Oho, ana qishloqqa o'xshaydigan 5 ta qishloqi bor ekan bu yerda. Balki shularning ichidadir qidirayotgan qishloqi. Qaysi bilan men bilan berkamacha o'ynayapsan? Sen men topib oldingmi shunda? Ha, topib oldim. Endi men yashiraman, sen topasan. Mayli, nichiva, men ketdim. Hozir borib unda uyimni yonidan izlayman seni, xo'pmi? Bo'pti, o'sha joyga borib sara, qara, faqat ko'zingni ochib o'ynama. Mayli. Janob, siz ham o'ynaysizmi? Yo'q, men nima qilaman o'ynab? Men detski emasman, senlarga o'xshab. Ha, to'g'ri, biz detski emasmiz biz ham. Prosta tak endi zerikkanda o'ynayapmiz-da. Zerikkanda o'ynaysanlar, boshqadan baribir detskilarni o'yini-ku. Siz endi katta o'qib qoldingiz, birat. Bo'pti, men izlayman, sen yashirinib tur. Tak, mayli, endi shunaqa odamlar ham bor, bizni o'yinimizni ko'rib olmayotgan. Qora niyatdagilar, o'sha kesh ham tushyapti, o'ynamasak ekan. Mayli, hozir men shu yerda izlayman, qarochi. 1
2 3 4 49 50 kim yashirinmagan bo'lsa o'zidan ko'rsin. O'zi bitta jitel bilan o'ynayapman-ku. Nimaga kim yashirinmagan bo'lsa o'zidan ko'rsin deyman. Hoy, san bilan o'ynayapmanmi? Yo'q, men ukam bilan. Ha, ukang bilan, ha, o'zi emassan. Bu yerda ham bitta shunaqa jitel bor. Hoy, jitel, san bilan o'ynamayapmanmi? Yo'q, meni akam bilan o'ynayapsan. O sanlar namuncha ko'psanlar. Qaysi biring bilan o'ynay? Oy, san to'xta. San bilan o'ynamayapmanmi? Yo'q, egizagim bilan o'ynayapsan. Egizaging? Ha, bizning uyimizda hamma bir-biriga o'xshaydi. Kirib ko'rish olmasang. Ha, mana uy sizlarning uylaringga to'xtachi. Rostonam. Va, bu yerda ikki kishi bor ekan. Bu otang bilan onang shekilli. Yo, mayli. Uzr. Ha, san bilan yashiring. San o'zingni o'zing yashiryapsanmi shunda? Yo'qol, men o'ynamayapman. Kartoshka terib yurgandim, tushib ketdi qo'limdan. Olib ber. Ha, mayli, mana yaxshilik qilayin-da senga olib beray. Tushirma ikkinchi. Otib yorma, isrof qilma, tushundingmi? Ha, uzr, Jo'xa. Va, ana ikkalasi almashyapti, bir-biriga beryapti, ko'rdinglarmi? Hu, ana ot. Kartoshka o'tish o'ynayaptim bular. Dahshat o'yin o'ynayapti-ku. Sendan kartoshkani musuq o'tibsanlarmi? Basharalaringga otaman, keyin ko'rasanlar. Ana jitel topmasam bo'lmaydi. Atak mana polisim zo'r chiqdi. Ko'ryapsizlarmi? Yorvaration corporation chiqdi bu. Stop. Voy jitel. Men san bilan o'ynayotganmidim? Ha, men bilan. San yashil kiyim deding-ku. Endi sen topa olmading, qizil kiyimimni kiyib olgandim. Atak lekin topib olding. Mayli, tan berdim, zo'r o'ynar ekansan. Ha, o'z zo'ring nima? Endi bu yerdan qanday chiqasan? Chiqaman hozir 5 minutdan keyin. Faqat sen ketib tur. Nimaga men ketay? Nima desam ekan? Xullas bir ishtonimni kiyib kelibman, o'shaning uchun qochib tur. Ha, sharmanda. Ana ukangmi? Shu olib kelgandir, ha? Ha, shu olib kelgan. Sen ketib tur, kiyib olay. Ha, bo'pti, kiyib tezroq sur berdim. Ha, uyim tayda o'tirma, xo'pmi? Вообще sharmandali holat rostdan ham. Kiyimini almashtirganda ulgurmaganda endi nima deymiz jigarlar. Tak, mashinamni turishini qaranglar, garaj qurmasam yo'q. San akangga olib borib kiyimini berdingmi? Sanmiding? Ha, berdim, kiyib oldi. Ha, bo'pti, chiqarib ana teshikdan. Bo'pti, men kirib uxlamasam bo'lmaydi. Kech bo'lib ketdi. Senlar bilan endi qorong'igacha o'tirmayman-ku o'ynab. Yaxshi, uxlayman. Minecraftga kirib o'tirmayman, uxlayman.